Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Jonina sog'mi, salomatmisizlar? Qadrdonlar, mana biznesni hamda xolos mana o'qib turibmiz. Mana jo'jalarimiz katta bo'lganmi, yo'qmi? Xudo hozir mana tomosha qilib o'tiribmiz. Xona ham o'zi mana harorati 29-30 o'shaning hisobida mana bilyolada o'tiribmiz hozir. O'zimizga mana sharoitini qilib oldi, xudo xolasa mana. Salomatmisizlar, kayfiyatingiz yaxshimi? Bilyolada o'tiribmiz, xona issiq to'g'risi. Endi to'g'risi o'limlar xatara holatlari bo'ldi, boshqa bo'ldi. Mana jo'jani ko'rinaychi, bugun mana 13-kun xudo xolasa. 13-kun, 6-da o'tgan safar 6-kunligini ko'rsatgandik, bunisi hozir kunda 13-kun. Xudo xolasa 22 yo 23 o'sha martlarga xudo xolasa tayyor bo'ladi, hayit 3-kunlarga. Jo'jalar sayyora bo'ladi. Rozmakka aralash bular. Shu manzilimiz Namangan shahrida bo'lsa o'qiyamiz, xonadonimizda, o'zimizda. Hozir gazga ham ko'z tiydim bilmayman, mana o'zi gaz ham yo'q. O'z ko'mirda o'zi istayamiz. Hamma dorilardan shu vitaminlardan qilib ko'rdi, baribir qorin og'rig'i bor-da, o'shaning hisobidan hozir asalli suv qilib berganmiz. 10 kunligida o'sha Lasotani qildik. Undan oldin bronxit qilgandik. Lasotda bronxit bo'ldi hozir, ikkita o'sha vaksinasi bo'ldi. Ye supervit berdi, lemoksimi o'shaqasi bor, o'shandan berdik. Hozir endi asalli suv qilib beramiz, o'sha bankadagi asalli suv. O'sha ming xil davoga, haliga ming xil dardga davo o'sha asal bilasizlar, hamma o'sha qorin og'rig'i boshqaga shifo bo'ladi, bilasizlar. O'shaning hisobidan asalli suv qilib berdik. Xona harorati issiq bo'lgan hisobidan xulashadi. Agar bular xona harorati muzdaroq, sovuqroq bo'lganda, ular to'planib bir-birini ezib, bir-birini patera, ya'ni o'lim holatiga keladi. Vaksina bo'lgan jarayonlarni ham qadrdonlar ko'rsatib o'tamiz. Mana hozirgi holatlar o'sha video syomka qilib olib qo'ygandim. O'shani o'zi qo'yib ketaman, o'sha 10 kunlikda 3 kun avval o'sha vaksina qilganmiz. O'shani vaksina ko'tara olmaganlar o'zi patera bo'ldi, boshqa bo'ldi. Biz ko'rsatib o'taman qadrdonlar. Mana bu o'sha Lasotda o'sha Mingdozaligidan 2025dan 27-yilgacha o'sha yillari Mingdoza o'sha kalsiy xlor 40 gram kalsiy xlorga o'tib o'sha ya'ni aralashtirib qilinadi. O'sha burniga bir tomchi, ko'ziga bir tomchi. O'sha ustozlarimiz aytganda mana bunday qilib ochib tayyorlab olamizda va o'sha tayyorlab bo'lgandan keyin jarayonlarni bir ko'rsatib o'tamiz qadrdonlar. Mana shunday qilib eritib olamiz-da, o'shanda yaxshi bo'ladi o'zining holatida. Bu dorini Mingdoza bo'lgandan keyin 2 soat vaqt mobaynida buni tez qilib tugatib o'tish kerak. Yo'qmasa o'zining quvvatini o'zgartiradi. Bu vaksinada bu ko'p vaqt tura olmaydi. Keyin bu asosiy muzlar bilan keladi. O'shaning hisobidan mana shu 1000 ta jo'jaga yetadi mana shu idishda 40 mg kalsiy xlor. Mana bunday qilib bitta ko'ziga, bitta burniga qilib tomizilsa yaxshi bo'ladi, effekti. O'zi o'sha shim bo'lgan vaqt nafas olganda o'zi shimib kirib ketadi ichiga. Yo'qmasa bitta siltaganda o'zi sochilib ketadi. Bir tomchidan shuni tosh shim olguncha nafas olganda ichiga tortadi, o'sha o'pkalarga yaxshi bo'ladi. Boplamizmi ko'zga tomizadigan o'zimiz ko'zimga zrenada meni ko'z o'ynagan o'shani hisobga mana bunaqa idishani yut tozalab o'sha o'zi ishlatyapmiz. Yomon emas, yaxshi. Ovqat yeyish jarayonlari. Mana bunaqa. Nimalarni to'fol yeb yuribdi-da bular. O'shaning hisobidan qo'roq og'riq. Qadrdonlar. Nimadir qizil narsalarni to'pib yeb yuribdi-da bular. Apilkaning ichidan to'f olgan. Uncha opatli. Yeb yuribdi. Apilkalarga belanib
Ayaqlar yurishibdi-da. Hop, aytgancha qadrdonlar, bular bir oylik vaqtida sotiladi. O'sha 22-martda dahol sotiladi. Yarmiga zakasimiz bor. O'sha 30% to'lov qabul qilyapmiz. Samarqandgacha dastlabki qilamiz. Xizmatlarimiz pulli bo'ladi. Kelishilgan holatda masalan yo mashina topib beramiz yoki o'zimiz dastlabki qilib berishga harakat qilamiz. Eng kam 100 ta olganga iloj boricha bitta viloyatga masalan ikkita 3 ta bo'lsa bitta qilib olib borsa yo'rkira ham arzonroq narxda tushadi. Ozgina makka yormalardan maydalar berishib boshladi. Sabab qo'ron og'riq to'xtamayapti. İç geçiş borda bularda. Mana bu joy qo'ydim. Tomosha qilib o'zim o'tiribman. Endi o'zim qiziqaman. O'shani hisobida ham bosib olmaydi ikki tot bo'lib. Shu qilib o'tiramiz endi. Siz uyingizga, xonadoningizga 10 ta 20 ta tashlab qo'ysangiz, tuxumlardan yeb turasizlar-da. Qarzalaringiz o'sha kollaganga bo'yicha parranda tuxumlardan iste'mol qilib turadi. Oldilari o'sha kommentariyani o'qiyamiz hozir. Kommentariyada shunaqa fikrlar bo'lyapti. Buni endi har xil rangli bo'lganligini hisobidan endi bu Alloh taolo qanday yaratganini o'shanda holatda boqyapmiz-da. Endi buni inkubasiyada olingan xiroz makka ajratilmagan ham hisobda. O'shani hisobiga bu Andijon qora emas-ku, buning ichida qoralar emas, faqat kul ranglari, oqlari ham bor ekan deganlar uchun bu endi zotida bor ranglardan bergan. Endi bu ham masalan naslda o'sha ota-onalarning undan oldingi o'sha ota-buvalarning ichida shunaqa oqlari, boshqalari bo'lganligini hisobidan shunaqa ranglari ham endi bor-da, revolyutsiya endi bu. Sekin-sekin ranglari o'zgargan mana. Mana bunaqa jigar ranglari bo'ldi mana. Sizda endi bo'ladi shunaqalari ham. Bilsalaring, oldingi partiyada bir 100 dona boqqandik, ular hozir 140 ga 145 kunlik bo'lib qoldi. O'shalar hozir Ramazonni yo Ramazon emas, Hayitni bir 10-15-yilga tuxum qiladi. Tashqarida turibdi, men ko'rsatib o'taman. O'sha astrolog bilan birga yuribdi. O'shanda bilsalaring, faqat vaksina qilmasdan ikki xil vitamin supervit bilan ikki xil o'sha stop koksidoz bilan boqqanmiz. Ya'ni o'sha vitamin berganmiz, suyga aralashtirib berilgan. O'sha boqqanimiz hisobidan yaxshi parvarish bo'lib, kasal ham bo'lmaydi, pateniya ham bo'lmaydi. Biz qish kunida mana shu joyimizda bilsalaring mana shu joyda birodarda boqqandik. O'shaning hisobidan yomon kasal bo'lmaydi, faqat asaliy suv berganman. Pashta o'sha 150 ml asal yedirib oldi. Endi paxta asaldan, o'rzan asaldan yedirib oldi, lekin atak doriga ehtiyoj uncha bo'lmaydi. Andijon qora umuman muammo bo'lmaydi. Astrologlarda ozginaligi kalsiy yetishmasligi bo'ldi. Oyog'ida shalga oshqab, haligi og'rib qoldi. O'rgan bo'lsalaring, biz kuzatib borayotgan obunachilarimiz bilishadi uni. Ana shunaqa holatlar bo'lgan. Keyin qadrdonlar, juda ko'plab obunachilarimiz obuna bo'lmasdan yoki kuzatayotgan obunachilarimizdan prosmotr ko'p bo'ladi, lekin layklar soni va obunachilar soni kam. Biz video qo'yib boramiz, qo'yib borganimizda manfaatli iloji boricha video qilishga harakat qilamiz. O'sha videolar borib turishligi uchun sizlar obuna bo'lib qolsana bo'ldi. Muammo yo'q undan. Hozir ancha bular tetik bo'lib qoldi, tetik. Jetanalab yurishibdi mana. Shuna gaplar qadrdonlar, o'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar. Bugun 13-kuni xudo xolasa tumshuq kesishga harakat qilamiz. Odam chaqirtirib, o'sha doktorlarni chaqirtirib kestiramiz. Gambura vaksinasini qilishimiz kerak bundan keyingisiga. O'sha 3-vaksina bo'ladi. Oxirgisini o'zir turi ko'payib ketdi bir. Doktorimiz bilan maslahatlashib, purintisini ham qilib berishga harakat qilamiz. Vaksina bo'ladi. Shu tabiiy yo'llar bilan iloji boricha boqishga harakat qilamiz. Juda ko'pchilik ukorlar bilan kushot ular doriga tiqib qo'yish ham bo'lmaydi asli. Shuni hisobidan
Yurishibdi qizil nimani ko'tarib. O'sha hisobdan tabiiy holatda boqishga harakat qilamiz, qadrdonlar. Hammaning ishiga omad, qadrdonlar. Bittadan like bosib qo'ysanglar, video yoqqan bo'lsa. Iloji boricha tez video qilib chiqarishga harakat qilamiz. Kim qayerdan kuzatyapti? Kommentariyada qoldirsani. Qancha kommentariy qoldirsani ko'proq biz videoyimiz rekka chiqishga yordam bo'ladi. Nimadir ma'lumotlar bo'lsa, boshqa bo'lsa, biz ham tarjima bo'ladi, yozib qo'ysani yaxshi bo'ladi. Jo'ja boqqanlar. Hali hozirgacha masalan 5-6 yillar boqayotgan bo'lsa, hozir ham kamchiliklar bor-da. Bir xilga vaqt kasalligiga tushunmay qolamiz. Ekranga telefon raqamini yozib ketamiz. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Biz ham qo'limizdan kelgancha nimani bilsa ulashib boramiz. Bemalol telefon qilib so'rasani bo'ladi. Bizda jo'ja olmasani ham. Shuna gaplar qadrdonlar, bir oylik qilib sotamiz. 30% oldindan to'lov qabul qilamiz. Narxi 20 ming so'm, Namangan shahar manzil. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.